Ushlab turishibdi. Hech qachon hali intervyu berishmagan. Nargiza Ashur va bizning qaynonamiz va ularning go'zal kelinchaklari. Xush kelibsizlar. Ular birgalikda ishlashar ekan, birga faoliyat yurishadi. Biznes, oilaviy biznes. Yaxshi, necha yillik keliningiz? 5 yil xudo xohlasa. 5 yil. Nechta farzandingiz bor o'zi? O'zimda 2ta farzandim bor. O'g'il. Yaxshi. Qaynona kelin bir-biriga o'xshashadimi, o'xshashmaydimi? O'xshab ketadi, yashab yurgan. O'xshashadi, haqiqatan ham bir-biringizga o'xshaysiz. Qanchalik haqiqat hozir filmdagi sahna qaynona kelinlarga? Yer yutgina seni. To'g'risini ayting. Yo'q. Kelinim tilla gap yo'q. Boshda kelganlarda ham shirin so'z. Unga umuman ta'rif yo'q. O'shaning uchun ham mehrim tez tushib qolgan. Voy, qanday yaxshi. Shunaqa. Endi menimcha kelishi baribir hamma oila qatori bo'ladi. Bu narsani baribir kattalar aql ishlatib-da. Gaplashsa baribir murosa qilsa bo'ladi. Sizga yuzlanamiz. Dunyoda eng yomon ko'rgan insoningiz, masalan. Sardor. Xudoyim, Sardor aka. Xo'p, qaynonalar kelinlarga bilmaganlarni o'rgatishadi, ko'rmaganlarni ko'rsatishadi. Nimalarni o'rgangansiz qaynonangizdan? Aytib bering mana. O'zi qaynonamdan ko'p narsani o'rganganman. Boshida o'quv kursida o'qib yurganimda bilaman, ko'rib qolganlar, yoqtirib qolganlar. Kelin bo'lib tushganimda ham ancha ovqatlarni o'rgatganlar. Bir marta даже ovqat qilayotganimda, yangi kelinligimda tuz solganman. Bilmaganlar, men tuz solganimni kelib, ular ham tuz solganlar. Ovqatimizni sho'rva bo'lib qolgan. O'shandan keyin bir-birimizga qarab sho'r ovqat yeganmiz, hammamiz oilaviy. O'zingiz topganmisiz kelinni? O'quv kursida o'sha borganimda, ish bilan borganimda, shu ko'rib o'zim yoqtirib qolganman. Shu bilan qaynonalar o'zlari topishsa boshqacha bo'ladi baribir. Boshqacha yaxshi ko'rishadingizmi? O'g'illarni o'zi topib kelsa boshqacharoq bo'ladi, o'zligi topsa boshqacharoq bo'ladi. Ilmiy ish qilsangiz bo'ladi shu mavzuda, Zahida. Men trichom bo'tda deydi, Cheva tilida. Xo'p, kelinlarga kelindek munosabat qilishadi. Ba'zilar bordir qizdek ko'radigan, bilmadim unisini, lekin kuyovlar o'g'il bo'lmaydi, kelinlar qiz bo'lmaydi deyshadi. Endi bunga kim qanaqa qaraydi? Bor odamlar, har xil odamlar baribir xil bo'lmaydi. Bir-birini tushunib ketadigan. Shu orada yana aytib o'tganimdek, bir-birini tushunib, bir-birini qo'llab-quvvatlashsagina bo'la oladi. Men shunga ishonaman. O'zingiz qanaqa kelin bo'lgansiz? Mana ojonim bilan haligacha yaxshi ko'radilar. Bor, qaynonangiz. Umrlari uzoq bo'lsin. Uzoq bo'lsin. Jamila xonim o'sha ona deyman ularni, qaynona deb. Ular ham qizim deb menga murojaat qiladilar. Shu. Avvalgi qaynonalar bilan hozirgi qaynonalarning farqi nimada? Orasida katta tafovut bormi? Endi bu oldin ham bo'lib kelgan, hozir ham shu narsa bor masalan. Talablar o'zgarmaganmi? Yo'q. Masalan, menga mana kelin bo'lib tushganda ham ojonim bilan o'rgatib, xuddi men bularga qanaqa bo'lsam, ham xuddi shu narsa. O'rgatib qizim deb